yoki aniq qizlar men sizdan oldin bor yo'g'i bitta yigit bilan gaplashuvdim. Taqdirmas ekan. Mashina olib ketdi. O'ldi. Shundan beri bironta yigit xat yozsa ham javob yozmayman. Sizga javob yozganimni bitta sababi siz menga oliyjanob va boshqa bir marta itarib tashlab ketadigan yigitlarga o'xshamadingiz. Yerga qarab turing. Iboliy, xayoliy deb o'ylang. Siz ham gapiring, men ko'p gapirib qo'yapman, ayol kishi kam gapirish kerak. Keyin bola ham, u ham sho'ja aytdi-ku. Men pidarazman, tuvarman.